Ha, fermer. Qo'ylarni boqyapsiz bizga o'xshab. Mana biz bugun Simbamizni licheniyasini 4-kuni. Qo'yimizda oyoq og'rig'i kuzatilyapti. Undan tashqari quvvatdan qolgan, holdan qolganligi munosabat bilan biz mana shu antibiotik bilan vitaminni qilishga qaror qildik. Bu biz uchun reklama emas, bizga 1 so'm pul kerak emas ularni. Prosta fosbiovitam yaxshi ishlaydi. Sefor antibiotigi ham oyoq og'riqlariga yaxshi ishlayotganligi munosabat bilan biz shularni qilishga qaror qildik. Hozir antibiotik qilishdan oldin ma'lumot uchun vet aptekalarda o'zini shunaqa maxsus ibolkalari bo'ladi. Shulardan sotib olsanglar, inyeksiyaga qiyinchilik bo'lmaydi. Antibiotikni yaxshilab aralashtiramiz. 50 kilo diri vaznga 1 gram hisoblab yozilgan. Bitta peridoza qilamiz. Biz 50 kilo vaznga 2 gram 2 gram qilamiz. Ko'pchilik dorilarni saqlash holatlariga e'tibor qaratmas ekan, salafanlarda, shu issiq joylarda qolib ketar ekan, shuni ham e'tiborga olinglar. Preparatlarni o'zini maxsus salqin joylarda qo'yib saqlamasanglar, o'zini quvvatini, ta'sirini yo'qotadi. Shuning uchun e'tibor qaratinglar. O'zini igolkalarini ishlatmaymiz. Maxsus qo'ylar uchun vet aptekadan so'rasanglar beradi. Bor inyeksiyaga qiynalmaysiz asosiysi. Fosfavitdan 5 gram tortamiz. 5 gram. Hozir vitaminni muskul ichiga inyeksiya qilamiz. Ondan massaj qilish kerak. Shuncha oq yoq taxminan 1 litrga yaqinroq, 1 litr emas, chunki ko'p ekan, baribir organizmdan oqib ketar ekan suqtalganda. Kechagi qolgan ivermektinimizni 50 gramini mana bugun ishlatyapmiz. Aralashtirib tashlaymiz. Qo'tir bilan ishlanadimi, shunaqa teri kasalliklar bilan ishlanadimi? Albatta iloji boricha perchatkan 2 qavat kiyinglar. Sababi yirtilib ketib qolish ehtimoli bor ekan. Yirtilib ketib qolsa bitta qavatida qolar ekan. Shuning uchun iloji boricha mana ushadim. Buni hech kim ushamaydi. Buni tashlab yuboramiz musoriga sirasi. Shuning uchun perchatkada mana holat, yuqumli holat turibdi. Baribir bilib bo'lmaydi, ehtiyot bo'lgan yaxshi. Ivermektinli aralashmamizni tashni boshladik. Shu mazdan taxminan shunchalik olib turib, endi yuz qismlarini, quloq qismlariga shundan obro'botga qilyaptim. Endi bu ham tajriba sifatiga ketyapti bu ham.
yaxshilab mana yuzlariga, quloqlariga mazimizdan surtib qo'ydik. Sababini qilyapmiz. Shifo Allohdan. Kutamiz natijalarini. Bugungi shu muolajalarimiz bor edi. Hammaga rahmat.